Qo'llaringlarga rozimisiz? Mushuk bola ekanlar. Rahmat kattakon. Поэтому можете помочь? Там мы сами платим. И? Там есть сколько тут есть? Да, там сколько тут есть? Нет, нам деньги нужны. 10 тысяч. Hozir menga ham tashladi. Rahmat, dadajon, rahmat. Agar yoningizdan 5 daqiqa ichida 70 yoshli inson chiqsa 100 ming yutib olasiz. Agar chiqmasa 50 ming so'm minus bo'ladi. Assalomu alaykum. Yoshingiz nechida? 60'ta. 60da. 60'da? Voy, unga 70 emas. Rahmat. Assalomu alaykum. Yoshingiz nechida? Ha? Yoshingiz nechida? Yoshim 60'ta, nima? 60dan. Voy, endimi? Beraman. Voy. Beraman o'zim uchun. Nima endi? Karta dedi-da, sherik dedi. Hop, kartani ularga tashlab bering. Bo'l, tashlayveraman sizlarga. Berib bo'ldingiz-ku, nima qaytib borsizmi? Tashlayman qaytib. Qayerga tashlaysiz? Sizga beraman agar kartangiz bo'lsa, kartani beraman. Qanday hozir tashlab bering? Bo'ldi, yuring mana. Nima bo'ldi? 17 ming tashlab berdi. Tavba qildim. Nima beradi? Oxirgi shart. Agar yonlaringizdan 5 daqiqada 70 yoshli inson chiqsa, 100 ming yutib olasiz. Agar chiqmasa 50 ming so'm minus bo'ladi. Здравствуйте, можно узнать, сколько вам лет? 65. Mana. Bu 50 ming minus bo'ladi hozir. Menga 100 ming tashlashdi. 50 ming minus bo'ladi. 70 yosh unaqa unchalik emas-da, 70 yoshliklar uyda dam oladi bunaqa vaqtda. Necha yoshda? 70 ga yetib boryapman dedilar. Yetib boryapman, hali 1-2 yil bor. Va. Assalomu alaykum. Necha yoshsiz? Bilsak bo'ladimi? Necha yoshsiz? Сколько вам лет? 66. 66, оказывается. Ладно, спасибо. Можно узнать вам, сколько лет? Abi. Mayli, rahmat. 50 ming yutqizdik. Shartni shunaqa yozilgan edi. 70 yosh qatdan topamiz-a? Короче, o'zingiz kuzatib boringlar, u yog'i bundan ham qiziq bo'ladi. Biz hali nima pishiramizni bilmaymiz. Qancha yig'dinglar? Qancha yig'ding? Bo'ldi. Давайте серьезно. Qancha yig'dinglar? Короче, bizada mana bu pul bor, faqat 50 ming bizada minus ketdi. Chunki biz 70 yoshli odamni topa olmadik. Bizada kartada, короче, menga adam tashlab berdilar, bunga bitta tanish tashlab berdi, 100 ming, yana 17 ming, 15 ming, 232 ming, men bilan birga 240. Абонент временно недоступен. 247 ming. Da. Yo'q, 247 ming dollar. O'zimni kambag'al his qilyapman. Короче, bizada bu kartada 55 mingimiz bor. Nalichka 169 mingmi shunaqamiz bor. Qilmashda narx chiqadi. Biz ham 70 ming 70 yoshli odam topolmadik, 50 ming minus bo'ldi. Lekin 65 yoshli odam Boriga baraka. 200 mingga ham, 150 mingga ham tako ingrediyentlar olib, tako chotki ovqatcha qilsa bo'ladi. Так что eplab olamiz, xudo xolasa. Bu yerda sizning reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Короче, bizga to'g'richi prям shirin joy kerak. Mana bunaqa oyochasi bo'ladi-ku, o'shanisini topolmayapmiz. Munislam. Yo'q, kerak, yo'q. Mana to'xta, mana bunisini. Arzonrog'idan oladi. Отравление bo'lishadi. Qaysi guruchdan olamiz? Обычный mana bundan ol. 15 ming degan-a. Qancha kerak sizga? Ali qo'lim. Ata oyimdan telefon qilib so'raydi, to'xta. Давай, go. Men Qozog'istonda qila olmayman. Yirtib qo'ydim. Nima endi? Faqat bitta zira, yana eng muhim narsasi yo'qmi? Qolinadigan. Bolgarskiy ham olamiz. Kartoshka to'xta. Ovqatga solganda zo'r bo'ladi. Qaraman, 3 ta sabzi olaman, 3 ta yetadiga umuman. Da, 3 ta yetadi. Hech kim yemaydi unaqa ko'p. Endi kartoshkani. Tako kofecha olamiz, men tako hozir. Aromatlar. Tako kofecha olib, tako. Non olmaymizmi bitta? To'xtab tur, oldin men bilan hisoblataylik. Sos kerakmi? Chesnok kerakmi, yo'qmi? Chesnok kerak. Ikkita kam. Yana ikkita soling. Hozir kartada 27 ming pul ortib. Yo'q, bu yerda
22 ming. Qolgani bor edi-da, 6 ming bor edi. 20 ming, 21 ming bor. Manda nalichka mana. 21 ming limon olsa yetadimi? Limon bilan choy, qora choy. Bitta dona limon bilan. Zo'r limon choy qilsa bo'ladi. Shumi pulimiz? Yo'q, yana plastikda bor. 52.400. O'shaning uchun odam yaxshi ishlab harakat qilish kerak. Qiliqlar qilish bo'yicha birinchi o'rindamiz, короче. Mana ikkinchi narsa, hamma narsaga Xudoga shukr. Pulimizni yetdi, даже ortib qoldi, lekin bitta narsani topa olmadik, к сожалению. Qatdan topsa bo'ladi, topinglar o'sha zelinni. Da, zelen topamiz. Biz ham eng qizig'i zelen topamiz. Qayerga borsak, endi o'zi bo'pti, boriga baraka. Bizada bir marta ishlarsa ovqatxonamiz men bilan Feruzaniki takoy VIP bo'ladi. Ariqshona bilan Rayhonniki просто klass bo'ladi. Yo'qsizlar? Bizaniki VIP zona, ularniki klass, ularniki arzoni bo'ladi. Bo'pti, rahmat deb qo'yish shart emas. Biz tipsel qilamiz bugun. Sizlarchi? Biz tavuq bilan kartoshkani duxovkada pishiramiz. Vo bilan nomimiz. Yo, bizim nomimni ikkita olmaymiz. Bizim masalliqlarimiz tayyor bo'lib qoldi. Piyozni berman, to'g'rimi? Biz endi qara uncha yopishqoq bo'lmagan lekin. Buni eplab olsak bo'ladi. Biza ovqat qildik.